Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan Dolzarb 90 kunlik loyihasi doirasida bitiruvchilarning bandligini ta'minlash maqsadida bugun Pedagogika, psixologiya va san'atshunoslik fakultetida karyera kuni tadbiri hamda biznes marafon tashkil etildi. Tadbirda ta'lim integratsiyasining tobora rivojlanib borayotgani, oliy ta'lim bilan tadbirkorlik sohasidagi liderlarni o'zaro hamkorligi va bitiruvchilarni bandligini ta'minlashda yo'lga qo'yilayotgan qator ishlar ta'kidlab o'tildi. Karyera kuni doirasida tashkil etilgan mazkur biznes marafonda talabalar amaliyoti bo'limi boshlig'i Azizbek G'ofurov, Bag'dod mebel xususiy korxonasi rahbari, tadbirkor Dehqonov Akmaljon Muhammadjonovich, viloyat Milliy bank kelajakka qadam markazi rahbari Dilshodjon Abduhalilov, fakultet professor-o'qituvchilari va talaba yoshlar ishtirok etdilar. Tadbir davomida soha mutaxassislari tomonidan talabalarni qiziqtirgan barcha savollarga batafsil javoblar berildi. Bugun Farg'ona davlat universiteti pedagogika, psixologiya, san'atshunoslik fakultetida bitiruvchi kurslar uchun karyera kuniga bag'ishlangan amaliy seminar bo'ldi. Talabalar bugungi kunda hamma sohada karyera qilish mumkinligini ularga yetkazish kerak edi. Mana bugun startap degan so'z bor. Bu startap yoshlar uchun bitta yo'nalish. Buni bir o'ylab topgan ikkita sutini dunyoni larzaga keltiradigan g'oyalar bilan ishlab, hozir juda katta mulkdor bo'lib, o'sha katta pul topadigan shaxslarga aylangan. Mana shu bizning yoshlarimizda ham shu tuyg'ularni uyg'otish masalasi bo'ldi. Men o'ylaymanki, seminarda bu yoshlar aniq savollar berdi. Men ishimni boshlasam qayerga boraman, qanday qilaman, pulni qayerdan olaman, uni huquqiy tomonlari qanaqa, bu tomonlardan ham ularga aniq maslahatlarni berdik. Sababi Prezidentimiz yoshlardagi kreativlikni topgin deyapti. Ishbilarmonlikni topdi. Jamiyatga, xalqiga, vataniga xizmat qiladigan yoshlarni tarbiyalash kerak deyapti. Uning uchun bolalarimizni har tomonlama tarbiyalashimiz kerak-da. Faqat ilmda emas, oilada ham, ko'chada ham, jamiyatda ham, davlat ishlarida faol bo'lish kerak. Uning uchun til bilish kerak, savodxonligi zo'r bo'lish kerak, o'ziga ishongan bo'lish kerak. Men o'ylaymanki, yoshlarimiz to'g'ri yo'l tanlaydi. 3-renessansga zamin bor. Men o'ylaymanki, Farg'ona davlat universiteti bunda muhim bir rollardan birini o'ynaydi. Bugungi tashkil qilingan marafon biz uchun juda ham qiziqarli va bilimlarga boy bo'ldi. Shaxsan men o'zimning loyihalarimni qanday joriy qilish, ularni qaysi tashkilotlarga olib chiqish va kengaytirish masalasida bo'lgan savollarimga javob oldim. Hammaga rahmat.